Menga qara to'xtagin, Diyora. Nima? Bir umr farzandsiz o'tmoqchimisiz? Bolam, ozgina sabrli bo'lsanglar. Sabr? Siz ham onamisiz? Undan ko'ra o'g'lingizga tug'adigan xotin olib bering. Ukamni hali ham yaxshi ko'rasanmi? O'zimdan-da ziyoda. Unda uni tinch qo'y. Qonuniy ajrashdilaring. Farzandli bo'lishiga, baxtli bo'lishiga qo'yib ber. Kelasi hafta uni to'yi. Baxtli bo'lsinlar. Baxtli bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Lekin albatta farzandli bo'ladi. Doston aka qaysi ko'ylagim kiy? Bunisinimi? Yoki bunisinimi? Yo'q, mana shu ko'ylakda. Voy, eshikdan kirib kelaman. Hammani ko'zi menda bo'ladi. Men esa raqsga tushishni boshlayman. Tug'mas bo'lsa ham jozibali ayol ekan deyshadi. Shunchalik o'sha la'nat to'yda raqsga tushgin kelayotgan bo'lsa, ma bugun kechga to'yimga o'tgin. Shalamga taqdir bitgan, yuragimni abgar etgan, otabegimni yakutgan. Siz o'shamu, siz o'shamu. Qattaman. Shifoxonada. Yaxshiyam oyiz kelib qopdilar. Bo'lmasam kichkintoyga qiyin bo'lardi. Nima? Nima? Qorningizdagi bolani aytyapman. Yaqinda